Assalomu alaykum qadrli kanalimiz a'zolari va bizlarni kuzatib boruvchilar. Bugun sizlarga navbatdagi loyiha ishimizni taqdim etamiz. Bugungi loyiha ishimiz bir qavatli ikki xo'jaligi mo'ljallangan uy loyihasi. Faqat loyihani plan ko'rinishida taqdim etamiz. Hali ko'rinishlari 3D vizual ko'rinishlari hali tayyorlanmagan. Bu narsani keyingi videolarimizda qo'yishga harakat qilamiz. Xo'p, demay loyihamiz bilan tanishtirishni boshladik. Bugungi loyihamiz 26x40 ga 10x80 ni tashkil etadi. Tashqi gabaritlari ikki xo'jaligi mo'ljallangan bo'lib, oldi qismida mana ustunlari bor, planda ko'rinib turibdi. Bu usti yopiq bo'lib, qorli yomg'irli kunlarda usti soyabon bo'ladi. Bu yerda odamlar yurganda xavfsiz harakatlana olishi uchun. Xo'p, bizda kirish qismi 3 ta kirishdan iborat. O'rtada va ikki chetda. Azanalarimiz ham 3 ta. O'rtada mehmonxonamiz bor. Mehmonxonamiz razmeri ancha katta, kattaroq yig'inlar, ko'p sonli odamlar uchun e'tiborga olib loyihalangan bu joy. O'rtada kirish qismi ko'kalamzor hudud ham klumba shaklida loyihalab ketilgan. O'ng tarafda bo'lsa bir oila, ya'ni misol uchun ota-onasi bilan tursa, ota-onasi uchun bu tarafga sharoit qilib bersa, bu tarafda o'zi bolalari bilan turadi. Mana misol uchun kirdi ayvon. Endi O'zbekona uy loyihasi deb tanlaganmiz, shuning uchun ayvon berganmiz O'zbekona. To'g'rida mana umumiy sanuzel berilyapti. Keyin ikkita bolalar xonasi. Bolalar xonasining o'lchami bir xil, 460 ga 340 dan. Koridorimiz yana 170, to'g'rida sanuzel. O'ng tarafda 340 ga 5 metr o'lchamdagi yotoqxonamiz bor, kattalar yotoqxonasi. Kirish qismi bu yoqdan. Yoritilishlari mana derazalar orqali yoritilgan, orqa tarafdan joy bo'lishi kerak. Talabimiz shunaqa bo'ladi joyga nisbatan. Ancha keng xonalar ham, binoning o'zi ham o'lchamlari yaxshigina katta o'lchamda. Oldi qismi o'sha O'zbekona uslubda yopiq soyabonli ayvon shaklida, ochiq ayvon shaklida loyihalanib turibdi. Bu yoqda mana ikkinchi ayvonimiz bor. Kirganda bu yoqda umumiy xona, bu yoqda mana ota-onasi uchun yotoqxona, umumiy sanuzeli va garderobi bor. Mana bu eshik ham ochib qo'yish ham mumkin, yopib qo'yish ham mumkin. Yopsa, mana sanuzel bu yoq o'ziga ishlaydigan bo'ladi. Yaqinlari kelganda, misol opa-singillari kelganda bu yoqda o'tirib ota-onasi bilan suhbat qilib ketishiga shunaqa sharoit mo'ljallangan. Endi buni dizayni, ko'rinishi O'zbekona bo'ladi. Arxitekturasi chiroyli chiqishi uchun mana bunaqa arxitekturada bir tekislik emas, sal o'ynatilgan. Chiroyli ko'rinishda dizaynda chiqishi uchun mana bu joylari oldi yarim, mehmonxonamiz oldi qismi yarim aylanma shaklida chiqarilgan. Shunaqa qilib loyihalangan. Yuk ko'taruvchi devorlar, 40 santimetrli devorlar hammasi yuk ko'taruvchi. Bu yarim g'ishliklar, bular peregorodka. Buni surib o'zgartirish mumkin bo'lgan devorlar hisoblanadi. Loyihamiz haqida nima fikrda bo'lsanglar, kommentariyada kutib qolamiz. Fikrlaringizni bildiringlar. Shunga qarab biz loyiha ishlarimizni keyingilarini tashkil qilishda kerak bo'ladi. Albatta, sizlarning fikringizni hisobga olamiz. Bu biz uchun muhim. Agar layklarimiz 1000 tadan oshsa, buni 3D ko'rinishlarni chiroyli qilib ishlab video qilib qo'yaman. E'tiboringiz uchun rahmat.